Yurtdoshlar, qadrdonlar va navbatdagi mehmonimizni mamnuniyat bilan studiyamiz markaziga taklif qilsak, tibbiyot fanlari nomzodi Yulduzxon Masharipova ko'rsatuvimizning doimiy muxlislaridan va ishtirokchilaridan biri. Marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mehmonimizga choy. Albatta, marhamat. Choy uzatamiz mehmonimizga. Kayfiyatlar yaxshimi? Tong xayrli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sizni yana mana shu fayzli studiyamizda ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Rahmat. Va bugun siz bilan qiziqarli bo'lgan mavzuda suhbatlashamiz. Nonushta haqida. Keling, Mashhuraxon. Baribir ertalabki nonushtani inson salomatligida o'rni juda ham katta, to'g'rimi? Asosiy hisoblanadi. Asosiy. Kunni tartibiga bo'lsak, asosiysi hisoblanadi. O'zingiz nonushta qilib keldingizmi? Yo biz bilan birga nonushta qilasizmi? Sizlar bilan birga. Chunki juda yaxshi. ertalab bilasiz, badan tarbiya, yurish deganidek har kuni o'shandan keyin nonushta qilaman 1 soatdan keyin. O'zi odatda nonushtada nimalarni iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi? Juda o'rinli savol. Mana bilasiz, xalqimiz yoki kasallik sonlarimiz bor. O'shalarni tartib bilan bo'lib berishni harakat qilaman. Endi biz bilasiz, shifokor bo'lganimizdan keyin ko'proq mana kasallar bilan ishlashni anaqa odat qilganmiz. O'shaning uchun mana foydali yog'lardan boshlash kerak ertalab, chunki bilasiz, o't qopimiz bor. O'sha ishlash uchun biz uni ishlatishimiz kerak. Misol uchun bilasiz, mana o't qopi dam olib ishlamasdan turadi. O'shaning uchun ishlamagandan keyin uni ichidagi kislotalari, yog'lari, fermentlari ovqatda iste'mol qiladigan, hazm qilishda ishtirok etadigan o'shalarni oshqozon yoki oshqozon ichaki holatiga chiqarishimiz kerak. Uning uchun bizlarga foydali yo'llardan foydalanishimiz kerak. Bilasiz, mana har xil salatlar yeyishadi, yashil narsalarni ko'proq yeyiladi deymiz, to'g'ri. Bu narsani faoliyatini yoki ta'sirini oshirishimiz uchun mana o'simlik yog'lardan foydalanishimiz kerak. Endi bizda bilasiz, mana mentalitetimizga ham bog'liq iste'mol qiladigan narsalarimiz ko'proq mana o'simlik yog'laridan olivka deymiz. O'sha yog'ini iste'mol qilishimiz kerak. Agar sharoit tug'ilmasa, mana o'simlik yog'imizni dog'lanmagan turini olib iste'mol qilishimiz kerak. Eng foydalisi shu hisoblanadi. Chunki mana yashil narsalarimizda bo'ladigan vitamin C, lyonoviy kislotalar, keyin har xil kletchatkalarimiz ta'sir faoliyati va o'ziga kerakli bo'lgan moddalarni ishlab chiqarishni yanada oshirib beradi. Ajoyib. O'zi odatda ko'pchilik insonlar ertalabki nonushtani yemaydi. Kimdir ishtaham yo'q desa, kimdir kech uyg'onganini bahona qiladi. O'zi ertalabki nonushtani qaysi vaqtlar davomida iste'mol qilish kerak? Belgilangan vaqti bormi? O'sha savolingizni bitta naql yoki maqol bilan boshlamoqchiman. Mana urf bo'lgan ertalabki nonushtani o'zing ye. Mana tushlikni do'sting bilan va kechqurun dushmaning bilan edi, bejiz aytishmaydi, bilasiz. O'shaning uchun mana nonushtaga chaqirganingizga xursandman. O'shani o'zi iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Va ko'proq iste'mol qilish kerak degani bu. Vaqt endi oralig'ida bir hisob kitob qilib ko'radigan bo'lsak, soat nechalarda nonushta qilish kerak o'zi? Ko'pchilik mana ishga kelganidan keyin nonushta qilishi mumkin, soat 10lar shu atrofida yoki bo'lmasa kimdir uyda, xonadonida nonushta qilib keyin ishga o'qishga otlanishi mumkin. Qaysi vaqt oralig'ida nonushta qilgan ma'qul, ishtaha ochilgan bo'ladi? Endi mana tanani uyg'onishiga ham bog'liq. Mana ish tartibini ham inobatga olish kerak rejasi. Birovlar kechqurun ishlashadi, birovlar anaqa obed, peshin va shunga qarab ishlashsa kerak. Mana ertalab organizm uyg'onishi o'zi 7 dan 8-9 gacha. Bilasiz, shirin uyqumiz soat 6 gacha bo'ladi. 4 dan 6 gacha bo'lgan uyqu butun tanani dam olishi, hujayralarni qayta ishlab chiqarishi, miyani o'z faoliyatini ravolashi, ya'ni aktivizatsiya jarayonlari juda tez bo'ladi, 4 dan 6 gacha. O'shandan keyin iste'mol qilishni tavsiya qilardim. Mana hozir kelayotgan bayram munosabati bilan to'g'ri Ramazon oyimiz boshlanadi. Unda mana organizm bilasiz, qishga to'g'ri kelyapti. Endi sal organizm o'rgatish uchun qiynalishadi. O'shaning uchun mana kunora, qarz anaqalarimiz bor, to'g'rimi? O'shalarni
tutib organizm o'rgatib olish kerak. Mana haftada 1-2 roza tutib, o'sha organizm o'rgatib olish kerak o'sha vaqtga. Keyin mana 1 oylik roza oyimizda bu narsa xalaqit qilmaydi. Organizm hayron bo'lmaydi, nima yeyapsiz, nima qilyapsiz degandek savollarimiz tug'ilmaydi. O'shaning uchun o'rgatib borishimiz kerak asta-sekinlik bilan. Mana shu foydali mana yog'lardan boshladik. Mana avokado bilan kelganman. Avokado. Ochib ko'rsating iltimos. Kesilgan o'rtasidan ochsangiz. Avokado, ha? Avokado. Mana, hurmatli. Va pishgan holati juda dag'almas, yeyishga tayyor. Mahsulotimiz endi bu bizani mintaqada o'smaydigan, bilasizlar, subtropik mintaqalarda o'sadi. O'shaning uchun buni kirib kelishi bizlarga hayronlik tug'dirmasa kerak, hamma biladi. Buni foydali jihati shundaki, boshqa mahsulotlardan foydaliligi yog' kislotasi, ya'ni lyonoviy kislota deb aytamiz. Organizm uchun juda foydali mahsulotlar bo'lganligi sababli buni ko'pman tavsiya qilaman kasallarimga. Chunki bilasiz, eng muammoli, dunyo bo'yicha muammo bo'lgan kasallarimiz qandli diabet, yurak qon tomir kasalliklarimiz va shunga o'xshash xafaxon kasalliklar, yurak ishemik kasalliklar hammasi kirib ketadi ichiga. Semizlik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darajalarimiz va hokazo. Endi o'shaning uchun men tavsiya qiladigan foydali jihat, xolesterin degan tushunchamiz bor. Mana xalq ichida ham tushunadi, hammasi biladi. O'shani ikkita guruhga bo'linadi. Foydali yog' va foydasiz yog'. LPV va LPN deb aytiladi. O'shalarni turida yaxshi sifatli yog'larimizni oshirib berib, qonda tomirlarimizni tozalab, xotira, ko'z ravshanligi, yurak faoliyatining yaxshilanishi, qon tomirlarining tozaligiga, ichaklar faoliyatini tozalashi natijasida bu mahsulotimiz juda foydali hisoblanadi. Savol berishingiz mumkin, nimaga faqat yog' uchun iste'mol qilamizmi? Yo'q. Bundan tashqari, agar bu mahsulotimiz 200% deb olsak, ichida 25% askorbinik kislota, ya'ni vitamin C, vitamin K miqdori 50% tashkil qiladi va har xil fermentlarimiz, lyonoviy kislotamiz 70% tashkil qiladi. Eng ko'proq mahsulot ichidagi kerakli fermentlarimiz bu yog' hisoblanadi. Endi buni iste'mol qilganimizda mana aytib o'tdim, ko'p izlanishlar olib borilgan, bilasiz, mana shifokorlar hammasi tasdiqlangan, ya'ni nima deydi, doказательная meditsina degan termin bor. Taqiqlangan tibbiyot yoki tasdiqlangan tibbiyot orqali biza bu narsani tavsiya qilamiz har doim. Chunki bu mahsulotimizni hamma yeyishi mumkin emas. Ozgina taqiqlari ham bor. Endi boshda foydasini aytib o'tsam, kasalliklarimizda men semizlik, xotirani pasayishi, yurak qon tomir kasalliklariga o'zini mana individual yondoshamiz. Konstitutsiya bo'ladi organizmi, o'shanga mos ravishda dietalar, parhezlar qilib beraman. Endi bilasiz, tabiiy mahsulot bilan 10 kunda, 15 kunda anaqa natija olib bo'lmaydi. Tabiiy bo'lganligi uchun oylab iste'mol qilsa natijasi yuzaga keladi. Endi bu mahsulotni misol qilib aytsam, 6 oy tavsiya qilaman har doim. Bilasiz, bundan tashqari meni nerv sistema kasalliklaridan Alsgeymer degan kasalligimiz bor. U juda og'ir, xotira pasayishi, umuman esida qolmasligi, hattoki mana og'ir darajasida o'zini otini, nomini esidan chiqarib yuboradi, ismini. O'sha eng yomon muammolardan biri va o'zini ish faoliyatidan ayriladi, kasbidan va keyinchalik eng yomon og'ir darajalarga olib keladi. Shuning kasalligim bor edi, mana 60 yashar kasalligimiz, endi otini aytmayman, bilasizlar, sir hisoblanadi. O'sha ayolimiz mana 60 yoshda oshganlar, xotiram pasayishida nevaramni otigacha ismi esimdan chiqib ketgan deb aytganlar-da. Va shu mahsulotimizni yarimta kun ora iste'mol qilganida 6 oyda bu natijaga erishganmiz. O'zi ham sevinib kelib, Yulduz opa, mana bunaqa bo'ldi, bularni hammaga tavsiya qilsam bo'ladimi deb aytadilar. Yo'q. Buni har kim o'ziga yarasha kasallik darajasi, tana tuzilishi, mana ovqatlanish darajasiga qarab hammasi hisoblanib keyin aytiladi. Endi buni foydali jihati juda ko'p, lekin foydasiz jihatini ham, ya'ni zararli jihatini ham bilib qo'yish kerak. Mana yurak qon tomir kasalliklarimiz bor.
klapan almashtirish, yurak klapanlari bor, bilasiz, o'shalarni ham almashtirish yoki protezирование o'tkazgan, AQSh o'tkazgan, stentlashgan joylarida bu mahsulotimizni iste'mol qilishni sal kamaytiradi. Chunki bunda vitamin K miqdori ko'p bo'lganligi sababli qon ivish jarayonini oshirib beradi. O'shaning uchun bu mahsulotimizni mana haftada 1 yoki 2 marta iste'mol qilish tavsiya qilaman. Chunki mana bemorlarimiz ta'sir joyini bilganligi sababli hamma dorilarni iste'mol qilishni kamaytirib tashlashadi. Bildim, sezdim ta'sirini, nimaga kerak? O'zimni zaharlashim, tabletkalar bilan deb o'ylashim mumkin. Yo'q, bu jarayonni biz hal qilib, taqsimlab hamma narsani o'rgatib beramiz. Ikkinchi kasalligimiz bu allergik kasalliklar. Bilasiz, mana mavsumiy bor, nasldan naslga o'tadigan kasalliklar bor. O'shalarni ham tavsiya qilishni sal kamaytiradi. Mana bilasiz, bioproba degan jarayon bor. Buni ozgina yeb ko'rib, og'iz bo'shlig'ida ko'proq chaynab, keyin iste'mol qilinadi. Bu bioproba degani og'iz tahirligi buzilishi yoki noqulaylik, siqilgandek, qurib qolgandek bo'lsa, og'iz bo'shligi mumkin emas. Chunki bu allergik jarayonga juda moyil bo'lgan kasallarga mumkin emas. Va kichkina bolalarimizga 2 yoshgacha mumkin emas. Buni eng ajoyib joyi shundayki, homiladorlarga bemalol tavsiya qilamiz. Mana ular ham bilasiz, parhez jarayonida bo'ladi. Ayniqsa 3-trimestr o'tganda tezlik bilan vazn olishadi ular. O'sha payti qo'shishni tavsiya qilardim, yuqoridagi nojo'ya ta'sirlari bo'lmasa. Juda yaxshi. Endi mag'zi ham bor ekan-a buni? Ha, mag'zi ham bor. Endi mag'zi shirin bo'ladimi yoki o'zimi? Mag'zi juda qattiq, dag'al, sal achchiqroq bo'ladi. Uni ham tavsiya qiladi, ko'proq mana kosmetologik faoliyatlarda tavsiya qilamiz. Soch, yuz, tirnoq uchun juda yaxshi faoliyat beradi. Iste'mol qilsa bo'ladimi? Yo'q, buni damlama, qaynatib, eritib yoki mana maydalangan holatda qaynatib ishlatiladi. Juda zo'r ta'siri. Juda yaxshi. Ertalab uyg'ongandan so'ng 1 stakan xona haroratidagi suv iste'mol qilish ham tavsiya qilinadi. Bu qanchalik inson organizmiga foydali? Bu savolingiz juda yaxshi ko'raman shu savolni, chunki men o'zim ertalab turadigan rejam birinchi o'shandan boshlanadi. Men organizm uyg'ongandan keyin uni tozalash kerak. Mana necha kilogramm vaznangiz? 56. 56 kilogramm bo'lsa, bularga mana 200 millilitr kofe ichadigan chashkamiz bor-ku, o'shani iliqligida, mana tana harorati bilasiz 36.6. Sizga 40 gradusli bo'lgan iliq suvni tavsiya qilaman. Chunki bilasiz, organizm uyg'onganda issiq jonimiz, o'shaning uchun organizm hayron bo'lib qolmasligi uchun iliq suvni tavsiya qilardim. Ikkinchidan, buni iliqligi shundan iboratki, organizmda butun qon aylanishini aylantirib, sidik ayru sistemasini tozalashgacha imkoniyati juda kuchli. Va uchinchidan, metabolizm kuchaytirib, ozdirish jarayoniga ham juda foydali hisoblanadi. Juda yaxshi. Demak, tanamizni biz jismoniy harakatlar, mashqlar bilan uyg'otadigan bo'lsak, oshqozonimizni esa mana shunday iliq suv bilan uyg'otamiz. Ana undan keyin ishtaham ochiladi o'z-o'zidan va bevosita nonushta qilgimiz keladi. Yana organizmda asosiysi o't qopini uyg'otish ertalab. Mana o'sha iliq suv uni uyg'otib ishlashga tayyorlab beradi. Ya'ni undagi ishlab chiqariladigan kislotalar bemalol spazmsiz, ya'ni og'riqsiz, qisuvsiz ishlash faoliyatini kuchaytirib beradi. Demak, suvni ham aynan vazndan kelib chiqib, uni iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Iste'mol qilganda ham tartibi bor. Bilasiz, mana ho'plab ichyaptilar. Suvni misol qilib aytaman, xuddi shunaqa qilib ichish kerak. Bitta turishda bitta ichish kerak emas, chunki oshqozon og'riq paydo bo'ladi. Chunki mana ko'proq suv ichganingizdan keyin musulmon dinimizda ham bilasiz, kitobda ham Ibn Sino bobolarimiz ham suvni o'tirgan holatda, erkin holatda ichish kerak. Turgan holatda bo'lsa, mana oshqozonga borib urilgan suv og'riq ta'sirida ichaklarni o'z faoliyatini kamaytirib qo'yadi. Juda yaxshi. Suhbatimizni birozdan keyin davom ettiramiz. Yulduzxon